Avvalambor assalomu alaykum azizlarimiz. Bizning tabriklarim loyihasi orqali kutilmagan qo'ng'iroqlarimiz bilan yaqinlaringizni baxtiyor etishingiz mumkin. Bugun ham shunday kutilmagan qo'ng'iroqlar egasiga baxtli qo'ng'iroq qilishni boshlaymiz. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sadbaroy opamiz bilan to'g'ri bog'landikmi? Ha, Opajonim salomatmisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? rahmat, yaxshi. O'zgarsizmi? Alhamdulillah, yaxshi, rahmat. Ayni damda sizni tabriklarim loyihasidan bezovta qilyapmiz. Opajonim, sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, bemalol. Xo'p, bo'ladi. Ayni damda tabriklarim loyihasidan bezovta qilyapmiz. Men loyiha boshlovchisi Madinaxon bo'laman. Bugun yaratgan Robbimizga banda, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan kuningiz ekan. Shu munosabat bilan siz uchun chiroyli dil izhorlari va tabriknomalar yetib kelgan. Taxmin qilib ko'rasizmi, aynan kimlar sizga dil izhorlari yo'llaganlarini? Tinchligim. Judayam to'g'ri topdingiz. Sizni tabriklab barcha yaqinlaringiz, qadrdonlaringiz, do'stlaringiz, qarindoshlaringiz nomidan chiroyli dil izhorlari va tabriknomalarini yo'llab, turmush o'rtog'ingiz G'ulomjon akamiz bizga murojaat qilganlar va ushbu dil izhorlarini sizga chiroyli qilib yetkazib qo'yishimizni iltimos qilganlar. Agar ruxsat bersangiz o'qib eshittiraman. Tayyormisiz? Ha, hop. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum oilamning bekasi, go'zal va latofatli ayolim Sadbaroy. Sizni tavallud ayyomingiz, shukrona kuningiz muborak 29 bahoringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Doimo baxtimizga sog', omon bo'ling. Allohim umringizni uzoq, rizqingizni ulug', martabangizni esa bundan-da baland qilsin. Yuzingizdan kulgu tabassum arimasin. Nimaki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, barchasiga yetishib yuring. Qo'shaloq ayyomlar, juma ayyomi ham muborak bo'lsin. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Allohim sizni yaxshiliklar ila sevintirsin. Qalbingiz tubidagi orzu, maqsadlaringizni amalga oshirib, duolaringizni ijobatini ko'rsatsin. Allohimni baytlariga birgalashib borishliklar, hojatlar, hojonalar bo'lib yetaklashib yurishliklarni Allohim nasib aylasin. Doimo baxtimizga sog' salomat bo'ling, hech ham xasta bo'lmang. Sizni judayam yaxshi ko'ramiz. Siz dunyodagi eng mehribon, judayam oq ko'ngil va judayam samimiy insonsiz. Doimo yuzingizdan kulgu tabassum arimasin. Bajarayotgan savobli amallaringizni Allohning dargohida qabul aylab, har ikki dunyo saodati bilan mukofotlasin. Sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Doimo baxtimga sog' omon bo'ling. Azizim, dunyoda shodlik bor bo'lsin. Ana shu shodliklar sizga yor bo'lsin. Qalbingiz quvonch va orzuga to'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Gullarning eng go'zal gullari sizga. So'zlarning eng shirin so'zlari sizga. Tabassum yarashar gul yuzingizga. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Allohimning sevimli bandasi bo'ling. Ilohim 90 yuzlarga kiring. Dunyo shodliklari sizga bir tilak. Tavallud kuningiz bo'lsin muborak. Yana bir bor, tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Baxtimga doimo sog' salomat bo'ling, hech ham xasta bo'lmang. Sizni judayam yaxshi ko'raman deya turmush o'rtog'ingiz G'ulomjon akamiz o'z dil izhorlarini yakunlaganlar. Sizning ham yaqinlaringizga, turmush o'rtog'ingizga aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz, dil izhorlaringiz bo'lsa, opajonim marhamat yo'llab olish imkoniyatingiz bor. Rahmat, yetkazdim. Sho'rog'im bilan rahmat. Doim baxtimga sog' bo'lsin. Menga yaxshi ko'raman. Birgalikda manzillarga borishni istamayman. Sizlarga ham katta rahmat. Vaqtlarni ajratib, nima qilganingiz uchun. Sizga ham rahmat. Qimmatli vaqtingizni ayamay biz bilan o'tkazgan samimiy suhbatlaringiz uchun alohida rahmat opajonim. Qisqa muddat ichida yuzingizga kulgu va qalbingizga quvonch ulashilgan bo'lsa, biz bundan benihoyat mamnunmiz opajonim. Yana bir bor tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin, kuningiz yaxshi bo'lsin, sog' va salomat bo'ling.